Aka salom, sizlar bilan men Muhammadali va bu Kapitan O'zbek kanali. Bugun hozirda bizlarda anchagina draftlarimiz bor. Xullas kalom. Mana bu qaysidan ochishni bilmadim. Akkauntimni qiynalib bo'lsam topa oldim. Salgina muammolar bo'ldi va hozir mana 3 ta draft va jami hisobda 6 ta draft ochamiz. Birinchi ukam boshlaydi. Birinchi hay o'zim boshlayman. Birinchisi ketdi, ikkinchisi ukam ochdi. Emblemaga yaxshi qo'shildi va bu 116. Maksimum. 116 o'yinchi, yaxshi. Endi hammasini o'zim ochaman. Olmuştu bir. Birinchi 117 Marokash striker. Marokash terma jamoasi. 117lik o'yinchi yaxshi. Yana ikkita draft. Хорошо. Ter tushgan o'yinchi. Videomiz juda ham qisqa bo'ldi. Kanalga joylayman. Hamma videolarim uchib ketdi, xullas qalin problemalar bo'ldi. Va mana shu hozir bizning tarkibimiz hech qanaqasiga kuchaymadi. Yo'da FK shuncha vaqtdan beri kirganim emas. Muammolar ko'p bo'ldi. Va endi sizlar bilan xayrlashib qolaman. Hammaga xayr, всем пока.